Barchangizga salom. Bugun biz maktab o'quvchilaridan suhbat olib chechdik. Ular 3 ta printer turlari ne bilayotganini ko'raylik. Unda ketdik. Salomatsizmi? Siz 3 ta printer turlarini ne bilaysiz? Bilmiyorum turib. Salomatsizmi? Sizlar 3 ta printer turlarini alg'ash rет qaysi yerda eshitdingizlar? Salomatsizlar, men printer turali informatika sabag'ida eshitdim. O'sha yoqda qo'llanuvga tirsam degan o'ydaman. Siz 3 ta printerda qanday sovuqlarni qo'llanuga bo'ladi deb o'ylaysiz? 3 ta printerda bariq fanlarda qo'llanuga bo'ladi deb o'ylayman. Eng ma'nozlisi o'zimizning maqsadimizni ayqin bo'lishi kerak. Qalay o'ylaysiz? Sizning qasingizda 3 ta printer bo'lsa, dal qazir ne chiqarar edi? Men bolalarga ko'nikli qurol chiqarar edim. Rahmat. Al siz-chi? Al men ijmisini o'rnaydim, kichkintoy maketlar chiqarar edim. Rahmat. Qalay o'ylaysiz? Bu qanday qurol? Bu istiq emasmi? Yo'q, bu istiq qalam. Ya, o'ta durust aytasiz. Bo'lmay biz o'zimizga kerakli zatlarni tez және uzoqsiz turda chiqarib olamiz.